Albatta, yurtboshimiz qo'lidan mana shunday mukofotlarni olish bu qanday baxt-a? Shaxsan o'zlari. Shaxsan o'zlari. Rahmat. Katta rahmat. Birinchi navbatda yurtboshimizga rahmat. Ana endi jamoa ichidagilarning hammasi bir taklif etiladi. Prezidentining farmoni. Futbol bo'yicha Osiyoning eng kuchli jamoalari o'rtasidagi saralash musobaqalarida chinakam jasorat va matonat fazilatlarini, yuksak professionalizm va azmu shijoat namunasini ko'rsatib, ulkan g'alabaga erishgani vatanimiz tarixida birinchi marta jahon chempionati yo'llamasini qo'lga kiritgani, yangi O'zbekistonning xalqaro miqyosdagi shon shuhratini yuksaltirish, yosh avlodni ona yurtga muhabbat, milliy g'urur va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlarida faol ishtirok etib kelayotgani uchun quyidagilar mukofotlansin. O'zbekiston iftixori faxriy unvoni hamda BYD chempion avtomobili bilan Abdullayev Abdulla Qahramonjon o'g'li, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Demek futbol bo'yicha Anajonov Xo'jaakbar Ulug'bek o'g'li Naqadar baxtli lahzalar. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Ashurmatov terma jamoasi himoyachisi. Elyorovich. Har bir vakil monitorda namoyish etilyapti, katta monitorda. Bugun Rustam maydonga tushgan Bo'riyev Abdurauf Anvar o'g'li. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Bo'riyev Abdurauf Anvar o'g'li. Ancha ochildi shuningdek. Muzaffar o'g'li. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Kiyanov Ruslanbek Muzaffar o'g'li. Iskandarov Jamshid Mahmudovich. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi. Masharipov Jaloliddin Qadamboy o'g'li. Futbol bo'yicha Masharipov Jaloliddin Qadamboy o'g'li. himoyachisi. Bizlarimiz boshqacha bir haftaga aytishyapti unga. Terma jamoa yetakchilaridan biri shubhasiz. Bugun ham unda ham bir chiroyli Akmal Vladimirovich. Futbol bo'yicha O'zbekiston Moskvoy terma Akmal jamoasi Vladimirovich himoyachisi. Nasrullayev Sherzod Innatullo o'g'li. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. terma jamoa himoyachilaridan biri. Bugun ishonchli o'ynadi mutlaqo. Raqibga imkoniyat bermadi va g'alabaga o'zining munosib hissasini qo'shdi. Ne'matov Abduvohid Furqat o'g'li. Yana bir Futbol bo'yicha ajoyib O'zbekiston milliy terma jamoasi Ne'matov darvozaboni. Furqat o'g'li.
Sayfiyev Farruh Karimovich. Futbol bo'yicha O'zbekiston Sayfiyev milliy terma Farruh jamoasi Karimovich. himoyachisi. Bugun u zaxirada qoldi. O'zbekiston iftixori faxriy unvoni topshirilyapti. Va navbat ajoyib hujumchimizga ham yetib kelmoqda. Sergeyev Igor Vladimirovich. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi. Xuddi Masharipda bo'lgani kabi muxlislar uni ham o'zgacha iliqlik bilan olqishlab qo'yishyapti. Ha, Igor o'zi uchun qaytara oldi o'sha damlardan. Yuqori darajadagi hujumchi ekanligini yana bir bora ham o'ziga ham boshqalarga Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi. Turg'unboyev Azizbek Murodilla o'g'li. Bugungi uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi. Yurtboshimiz tomonidan ham tegishli ko'rsatmalar. To'xtaxo'jayev Islom Saidkamolovich. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. To'xtaxo'jayev Islom Saidkamolovich. Islom O'runov Oston terma jamoasi Rustam. barcha yo'llarni bosib Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi. O'runov Oston Rustam o'g'li. Afsuski u o'tgan uchrashuvda jarohat olib ertaroq Fayzullayev Abbosbek Saidjonov. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi. Abbosbek Fayzullayev Saidjonov. aynan mamlakat rahbarining ko'z o'ngida chempion bo'lib faoliyatni boshlagan futbolchilardan biri edi. Abbos Fayzullayev. Hamrobekov Odiljon Sohibjonovli. Hamrobekov Odiljon Sohibjonovli yarim himoyachisi. necha yillardan beri terma jamoamizda ishonchli darajali futbolchilardan biri. Futbolchilarimizning eng baxtli damlaridan biri. Keyinchalik vaqt o'tib ularga savol beriladi. Sanov Abduqodir Hikmatjonov. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Sana Bu ham futbolimizning katta yutuqlaridan biri. Chunki Yevropaning kuchli 5lik chempionatlarida o'ynagan futbolchi. Shomurodov Eldor Azamatov. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi. Eldor Shomurodov. Ya'ni avvallari biz Rossiya, Ukraina chempionatidagi futbolchilar bilan chempionat qoldik. Lekin yangi yo'nalishlar ochildi. Yangi to'g'onlar hosil etilmoqda. rahmat Eldor, hammasi uchun rahmat. Kerakli paytda ikkinchi golni urib berding. Shukurov Otabek Matonat ko'rsatding. Xayratov. Shukurov Otabek Xayratov oyoqdan jarohat olgan edi. Yarim himoyachisi. Shuni o'tkazib yubordi. Lekin o'tgan safar jarohati bilan o'ynadi. Shubhasiz terma jamoaning eng yetakchi vakillaridan biri. Shubhasiz terma jamoaning eng jonkuyar futbolchilaridan biri. Eng ko'p kuyuladiganlardan biri. Otabek Shukurov. Ergashev Botirali Haydarali o'g'li. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi darvozaboni. Ergashev Botirali Haydarali o'g'li darvozabonlarimizdan biri.
boya aytib o'tdim-ku, barcha hech kim chetda qolayotgan yo'q. Kimdir aytishi mumkin zaxira vakillari, ammo ular bo'lmasa raqobat qayerda? Erkinov, Hojimat, Asosiy tarkib vakillari qanday o'sishadi? futbolchi O'zbekiston milliy terma jamoasi Erkinov, Hojimat, Botir o'g'li. Hali Hojimatning kelajagi oldinda. Undan ham chiroyli o'ylab qolamiz. Eshmurodov, Umarbek Yusufovli. Futbol Eshmurodov, Umarbek Yusufovli himoyachisi. Mana navbat O'tkirbekka ham yetib kelyapti. Hozir ko'ramiz stadionning. Mana shu himoyachilarimiz safi ham ko'payib borayotganligi kishini quvontiradi. Chunki asosiy tarkibga kirish uchun hozir raqobat ancha yuqori darajada ustida aloqalar. Yusupov, O'tkir, Davlatbekov. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi. Bravo, O'tkirbek. Bravo. Boya Sergeyevga nisbatan aytilgan gaplar O'tkir Yusupovdan qoyilligim. Bu futbolchidan bu qarsini qolgani yo'q. Qoyil. Bejiz o'rtaga savol tashlaganim yo'q. Qancha ochkoni birgina O'tkirning o'zi bizga keltirdi. Mana boshimiz ham eng kerakli gaplarni qilamoqdalar. O'zbekka ko'z yosh to'kib turish uchrashuvga O'zbekiston iftixori, faxriy unvoni hamda BYD chempion avtomobili bilan Karpadze Timur Tohirovich, futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiysi. Bosh murabbiyi. Terma jamoa bosh murabbiyi ham O'zbekiston iftixori faxriy unvoni bilan taqdirlanmoqda. Endi esa do'stlik ordeni bilan Srechko Katanets hozir taqdirlanadi. Ofarin. Otangga rahmat. Millionlab yurtdoshlarimizga mana shunday g'alabali Do'stlik ordeni hamda BYD chempion avtomobili bilan Srechko Katanets. Srechko Katanets. Albatta muxlislar uni ham kutishgani yo'q va mamlakatimiz rahbari tomonidan chiqarilgan farmonda ham unutilmadi Srechko Katanets. Do'stlik ordeni bilan taqdirlanmoqda Srechko Katanets O'zbekistonda va chunki bugungi kunda qo'lga kiritilgan g'alabada uning ham kattagina ulkan hissasi bor edi. Do'stlik va hozir ordeni bilan yana bir inson taqdirlanadi. To'xtamirzayev, Mirzahakim Yo'lbars Mirzayevich. Taniqli shaxlovchi hamkasbimiz, O'zbekiston futbol gazetasi bosh muharriri Do'stlik ordeni bilan mukofotlanadi. Yurtboshimiz va Mirzahakim aka o'rtasida mana chiroyli suhbat kechyapti. Omad sizu bizni aslo tark etmasin. Va albatta fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan xizmatlari uchun ordeni hamda BYD chempion avtomobili bilan Irmatov Ravshan Sayfetdinovich, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidentining birinchi o'rinbosari. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidentining birinchi o'rinbosari. Yigitlar haqiqatan ham bizga mana shu yo'llamani taqdim etib, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev amalga oshishga sababchi bo'lishdi. Biz orzu qildik.
34 yildan beri ana shu damlarni qanchalik orzu qilganimizni bilasiz. Bu yigitlarga, ularning ota-onalariga, ularning ustozlariga kattadan katta rahmatlar aytib qolamiz. Butun stadion olqishlamoqda. Butun stadion Joylar otilishi boshlandi. Biz to'yni boshladik, biz bayramni boshladik. 5 kun avval va bu bayram hali hamon davom etmoqda. Mana bizning chempionlarimiz. Mana bizga jahon chempionati yo'llanmasini taqdim etganlar va bular jamoaning maydonga tushib harakat qilganlari hozir. Lekin buning ortida qanchadan qancha mehnat, mashaqqat, zahmat bor. Faqatgina maydonga chiqqanlarda emas, qadrli do'stlar. Juda ko'pchilikda va buning uchun mana shu o'zbek futbol ommasiga jahon chempionati deb nomlangan orzu yetkazganlar uchun barchaga rahmat aytib qolaymiz. Mamlakatimiz rahbaridan boshlab eng pastki qatlamda ishlayotgan kichik xodimlargacha bo'lgan barchaga, xususan muxlislarga ham qayerdadir tanqid qildik. Muxlislar bilan birgalikda qayerdadir qo'llab-quvvatladik. Oxiri maqsadga yetishdik. Chempionlar biz uchun va ularga chempionlar qilamiz. Albatta birinchi navbatda yurtboshimizga katta rahmat aytib qo'ygan bo'lardim. Haqiqatan ham keyingi yillarda respublikamizda, yurtimizda futbolga, barcha sport turlariga berilayotgan e'tibor mana shunday g'alabali onlarni bizga keltiryapti. Unutilmas lahzalar futbolchilar uchun ham. To'g'ri aytdingiz, hali bu yerda barcha texnik xodimlar, O'zbekiston milliy terma jamoasining barcha a'zolari eng baxtli kunlari. Mana bugun ular umrbod eslab qolishadi. Ishoning, bu boshlanish. Bu boshlanishi hali biz bu yo'lda uzoq davom etamiz. Hali bu bardavom bo'ladi. Biz jahon chempionatiga chiqdik. Bu yog'iga endi jahon chempionatida yuqori maqsadlarni ko'zlashni boshlaymiz. Nasib etsa, o'sha kunlarga ham yetamiz. Faqat bir tanu, bir jon bo'lib, birgalikda harakat qilsak bo'ladi. Biz ko'rdik amalda bitta maqsad sari intiladigan bo'lsak, birlashadigan bo'lsak, o'sha maqsadga yeta olishimizni. Bundan buyog'iga futbolda ham jahon chempionatida katta yutuqlarni ko'zlab oldinga qarab yuramiz, boramiz, zabt etamiz. Albatta qo'shilaman, katta marralar sari boramiz. Farqi yo'q, bu AQShda bo'ladimi, Meksikada bo'ladimi, Kanadada bo'ladimi? Qaysi hududga borishimizdan qat'iy nazar